Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Haftaning top sun'iy yangiliklar bilan tanishamiz. Birinchi yangiligimiz Meta kompaniyasi ochiq kodli Muse Glimmer modelini chiqardi. Demak, avvalgi hafta Meta kompaniyasi yopiq, demak, Muse Spark 1.2 va Muse Code dasturlarini chiqargan edi. Bu dasturlar, demak, o'sha aynan dasturlashga qaratilgan, kod yozishga qaratilgan va agentlar yordamida ishlashga qaratilgan maxsus model va dasturlar edi va ular juda yaxshi natijalarni ko'rsatgan edi. Va Mark Zuckerberg o'zi biz aytgandik, avvallari ochiq vaznli modellar tarafdori va ko'pincha o'sha Llama modellarini ko'p chiqarib kelar edi shu paytgacha. Va o'tgan hafta Mark Zuckerberg o'zi juda ham uzun post ham chiqardi va bu postida sun'iy aslida bepul bo'lish kerak yoki ochiq bo'lish kerak degan iddaoni oldinga surdi. Va gapini isbot sifatida mana shu Muse Glimmerni taqdim qildi. Bu endi ochiq vaznli model, 30 milliard parametrlik. Buni istalgan odam yuklab olishi mumkin. Hajmi ham 30 milliard, bu juda zo'r. Ya'ni 30 milliard degani bemalol uni biroz kuchliroq notebookda yoki kompyuterda ishga tushirish mumkin. Ya'ni taxminan deylik 32 GB operativ xotira bo'lsa yoki video kartasi bo'lsa, bemalol bu modelni yuklab olib ishga tushirish mumkin. Va muhimi, ishga tushirishdan tashqari siz bu modelni o'zgartirib, o'zingizga moslab, hattoki yopiq vaznli modellardan ham yaxshiroq natijaga olib chiqishingiz mumkin. Va juda ko'p dasturchilar mana shunday qiladi. Ya'ni ochiq vaznli modellarni olib turib, ularni o'ziga moslab qayta o'qitib, vaznlarini to'g'irlab, demak, undan shaxsiy maqsadlarda foydalanishi mumkin. Va bu Muse Glimmer modeli aynan agentlik ishlarida juda yaxshi natija ko'rsatgan. Ya'ni sun'iy hozir shunga qarab ketyapti, hammani shaxsiy agenti bo'ladi. Bu shaxsiy agenti turli vazifalarni bajaradi, bu odamning nomidan deyilyapti va mana sizga tayyor tanlov. Agar sizga bepul mana shunday agent kerak bo'lsa, Muse Glimmerdan ham foydalanishingiz mumkin. Ochiq vaznli modellar ko'payaversin. Bu faqatgina raqobatni, demak, sog'lom raqobatni kuchaytiradi va umuman olganda biz uchun, sun'iy foydalanuvchilar uchun faqatgina yaxshi natijalarga olib keladi. Ikkinchi yangilik Gemini va Grok. Yangi, kuchli va arzonroq sun'iy modellar taqdim qilindi. Bu hafta o'zi aslida yangi sun'iy modellariga boy bo'ldi. Bir tomondan AQShdan mana Gemini, Grok, yuqorida aytganimiz Muse modellari chiqqan bo'lsa, bu yerda mana endi Google'ning Gemini 3.7 Flash modeli taqdim qilinishi haqida aytildi. 3.7 Flash bu Google'ning eng tez modellaridan biri va yaqindagina 3.6 Flash chiqqan edi o'zi. Bu nima demoqchimiz bu bilan? Ya'ni 3.7 Flashni ishlab chiqarishda sun'iy o'zini yaratishdan juda ko'p foydalanishgan. Ya'ni 3.6 Flash modeli bor yo'q 3 hafta oldin taqdim qilingan edi. 3 haftaning ichida 3.7 Flash chiqdi va bu yerda model o'zi takomillashtirishi haqida ko'p aytilyapti. Va takomillashtirish deganda, demak, benchmarklarda ancha yaxshi natija ko'rsatgan va shu bilan birga endi Xitoydagi yoki umuman ochiq vaznli modellarga raqobatbardosh bo'lish uchun bu safar Google modelni narxini ham, foydalanish narxini ham 2 barobarga arzonlashtirgan. Mana bu yerda narxi aytilyapti. Chiqish tokenlari uchun $375 tashkil qiladi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich, chunki odatda top modellarning narxi 10, 15, 20 dollardan ham yuqori. 375 degani demak narxi taxminan o'sha Xitoydagi ochiq vaznli modellarga juda ham yaqin degani. Shu bilan birga demak Grok, ya'ni bu Elon Muskning XAI kompaniyasi To'g'ri 6 modelini chiqardi. Grok ham yaqindagina yangisini chiqargan edi. Mana birpasda bir oy ichida modellar yangilanib ketyapti. Bu o'zi o'sha yuqorida aytganimizdek tendensiya, modellar o'zini-o'zi yaxshilashi, o'zini-o'zi yangilashidan dalolat. To'g'ri 6 ham benchmarklarda juda yaxshi natija ko'rsatgan, lekin bu yerda men bitta narsaga ahamiyat bermoqchiman. Ko'pchilik Gemini'dan hozirgacha 3.5 Pro modelini kutyapti. Ya'ni Google'dan haligacha bu model chiqqani yo'q va katta ehtimol bilan endi Google 3.5 Pro ni emas, 4 modelini chiqarmoqchi. Ya'ni Gemini 4 ga qarab harakat qilyapti. Sababi oldingi Pro modeli bu 3.1 Pro edi va bu oralig'ida qolgan modellar, qolgan raqobatchilar juda ham tez odimlab ketib qoldi va Gemini biroz bu poygada ortda qolgani sezilyapti. Agar yangiliklarimiz siz uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Uchinchi yangilik, Zhipu AI va Alibaba ochiq vaznli sun'iy modellarini chiqardi. Mana yana yangi modellar haqidagi yangilik. Bu safar dunyoning bu tarafi, demak Xitoyda ikkita kompaniya bu haftaning o'zida ikkita model e'lon qilishdi. Birinchisi Zhipu AI GLM 5.3 modelini
Bu JLM 503 aslida mana JLM 502 bor yo'g'i bir oy oldin chiqqandi, xuddi yuqoridagi holat. Ya'ni modellarni ishlab chiqarish juda ham tezlashib ketdi. Lekin bu modelni kuchli tarafi top modellar, ya'ni yopiq vaznli top modellar o'sha Claude'ni Fable va Opus modellaridan ham yaxshiroq natija ko'rsatgan. Ayniqsa xavfsizlik borasida. Xavfsizlik borasida esingizda bo'lsa, o'tgan hafta yoki undan oldingi haftalarda ko'p gapirdik, o'sha Opus modeli yoki Fable modeli boshqa tashqaridagi saytlarga kiber hujum qilibdi, turli xil zaifliklarni topibdi degan edik. JLM 503 ana shulardan ham yaxshiroq natija ko'rsatgan. Ya'ni ko'proq joyga hujum qilgan demoqchi emasmiz, lekin umuman olganda kiber xavfsizlik vazifalarida top modellardan ham yaxshiroq natija ko'rsatgan. Va shu bilan birga Alibaba kompaniyasi ham Qwen 308 ni kichikroq 30 milliardlik modelini chiqardi. Buni ham demak bemalol yuklab olib kompyuterda ishga tushirish mumkin bo'lgan model va dasturlashda 308 ham juda yaxshi natija ko'rsatyapti. Darvoqe bizda o'zimizning kompyuterlarimizda mana shu Qwenni bitta oldingisi 37 model ishlab turadi va biz uni ba'zida mana shu Claude bilan yonma-yon ishlatganimizda haqiqatan ham natijalari yomon emas. Ya'ni bemalol undan dasturlashda foydalanish mumkin. Demak, yana Xitoydan mana shu ikkita yangi sun'iy intellekt model davomini kutamiz qani. Juda tez ketyapti ular hammasi. 4-yangilik, sun'iy intellekt agenti foydalanuvchini navbatga qo'yish uchun saytni buzib kirdi. Bu Avstraliyada bo'lgan holat. Mana Andrew degan dasturchi o'zining demak Claude asosida ishlaydigan OpenClaw nomlangan, hozirgi kunda o'zingiz agentingizni yaratishingiz mumkin, sun'iy intellekt agenti bo'lgan OpenClaw asosida va bu agentiga o'sha mashg'ulotlar uchun zalga yozilishni so'ragan va bu agent nima qilgan? Saytga kirib yozilishning o'rniga mana shu saytdagi dasturchilar ishlatadigan API ni topgan. Ya'ni saytga dasturchilar murojaat qiladigan, odatda dasturlashda mana shunga protokol bor, API deb ataladi. Bu API orqali faqatgina dasturlar bir-biri bilan gaplashadi. Demak, agent mana shunday bitta ochiq API topgan. Odatda APIlar yopiq bo'lishi kerak, APIlar himoyalangan bo'lishi kerak, lekin endi bu oddiy haligi zal bo'lgani uchun jam bunaqangi xavfsizlik borasida qattiq bosh qotirib o'tirmagan ko'rinadi va API ochiq bo'lgan. Mana shu API orqali saytga kirgan va saytda birinchidan foydalanuvchini navbatga qo'ygan. Keyin esa navbatni yuqoriga ko'tarish uchun bitta foydalanuvchini navbatdan o'chirib tashlagan. Va o'chirib tashlab, buni navbatini ko'tarib turib, foydalanuvchiga xabar bergan. Ya'ni falonchini o'chirib tashladim, seni navbatda ko'tarib qo'ydim degan. Bu xato bo'lganini tushungandan keyin agentga buyurgan, kirganda xatoyini to'g'rilab qo'ygin, o'chirib tashlagan odam tiklab qo'ygin deganda, bunaqa funksiya yo'q ekan degan. Ya'ni saytdagi API orqali murojaat qilishda navbatga qo'yish funksiyasi bo'lgan, o'chirish funksiyasi bo'lgan, lekin o'chirgan odamni tiklash funksiyasi bo'lmagan. Va shu bilan keyin bu zalni o'ziga murojaat qilib bo'lgan voqeani tushuntirib bergan. Bu yerda biz ko'rib turganimiz, avval ham aytgandik, bizni sun'iy intellekt agentlarimiz ertaga internetda bemalol yurganda birovlarga zulm qo'ymasligi, birovlarga hujum qo'ymasligi haqida ham endi o'ylashni boshlashimiz kerak. Bu ham aslida xavfsizlikni bu tomoni bo'lib qoldi. Ya'ni odatda bizga hujum qilishdan qo'rqardik, endi biz birovga bilmasdan hujum qilib qo'yishdan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. 5-yangilik, yopiq LLM APIlardan mantiqiy zanjirlarni o'g'irlash usuli. Biroz tushunarsiz yozilibdi. Xullas, bu yerda nima bo'lgan? Sun'iy intellekt suhbatlardan, ya'ni siz sun'iy intellekt suhbat qilganingizda, sizning suhbatingizning ichidan sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlash usuli topilgan. Bu qanday qilib ishlaydi desangiz, odatda siz sun'iy intellekt bilan muloqot qilganingizda, sun'iy intellekt demak, haligi fikrlash rejimi bo'ladi va fikrlash jarayonida bu sizga ko'rsatgan ma'lumotlardan tashqari qo'shimcha ma'lumotlarni shifrlangan holatda saqlab boradi. Ya'ni siz sun'iy intellekt bilan qancha ko'p gaplashsangiz, mana shu suhbat jarayonida siz bilan gaplashganda sizga ko'rsatgan matn bor, sizga qaytargan javob bor va sizga ko'rsatgan javobdan tashqari o'zi uchun saqlab qo'ygan yashirin javob bo'ladi. Bu yashirin javob sun'iy intellekt o'zi uchun kerak, chunki keyingi savolingizga javob berishda mana shu yashirin sizga ko'rinmaydigan qismidan ham nimadir foydali ma'lumotlarni olish mumkin. Bu qismi shifrlangan bo'ladi. Mana shuni shifrini buzgan tadqiqotchilar va buzishda mana shu modelni o'zi bilan buzishgan. Ya'ni modelni o'ziga aytishgan, mana shu shifrlangan joyidan bizga nimalar bor aytib bergin deganda, u yerda sizga ko'rsatilmagan ma'lumotlar ham bo'ladi. Siz ekranda ko'rib turibsiz, sizga javob qaytardi, lekin shifrlangan qismida masalan siz haqingizda qandaydir shaxsiy ma'lumotlar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Endi bu sizning o'zingizning chatingiz bo'lganda buni ziyoni yo'q. Lekin tadqiqotchilar nima qilishgan? Internetda odamlar o'zini chatlarini ulashgan bo'lgan
misol uchun deylik sun'iy intellekt bilan siz bitta loyiha doirasida uzoq gaplashgan bo'lsangiz, bu chatni siz boshqalar bilan ulashishingiz mumkin. Hozir zamonaviy sun'iy intellektlarda mana shunday funksiya bor. Mana shunday ochiqda qolib ketgan, ochiqqa ulashilgan bir 3000 dan ortiq suhbatlarni olishgan va bu suhbatlarning ichidan mana shu yopiq shifrlangan joyini ochishganda foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari chiqib kelgan va bu zaiflikni hamma top ChatGPT, Claude, Gemini modellarida bor. Buni e'lon qilishdi tadqiqot sifatida, demak maqola qilib chiqarishgandan keyin hozir bu zaiflikni yopish ustida ishlashyapti. Lekin yuqorida aytganimizdek, sun'iy intellekt bilan foydalanganimizda hozir kundan kunga yangi va yangi zaifliklar, yangidan yangi mana shunday hujumlar turi ochilyapti, kashf qilinyapti. Chunki bu yangi soha, biz hali uni to'liq himoya qilishni o'rganmadik. 6-yangilik. OpenAI GPT-5.6 Cyber modelini demak taqdim qildi. Tezlik va kiberxavfsizlikda bu yerda yangiliklar deyilyapti. Bu yerda asosiy yangilik, demak, OpenAI kompaniyasi ikkita narsa e'lon qildi. Birinchisi GPT-5.6 Cyber degan modelini chiqardi. Bu modeli o'sha 5.6 modelini faqat cheklovlari olib tashlangan versiyasi. Tushunarli bo'lishi uchun hozirgi kunda har bitta modelda sun'iy intellektlar agentlariga yoki sun'iy intellekt modellariga kiber hujumlar qilishdan cheklovlar qo'yilyapti. Ya'ni siz agar modelni olib turib saytlarga hujum qilgan, zaifliklarni topib bergin desangiz, bu vazifani u bajarmaydi. Lekin bajara oladi. Bajara oladi, lekin bajarmaydi, chunki unga mana shunday cheklovlar qo'yilgan. Cyber modelida mana shu cheklovlar olib tashlangan. Cyber modeliga vazifa berishganda bu mana shu demak cheklovlari olib tashlangan va olib tashlanmagan modellarni solishtirishgan. Demak, 95 holatda to'g'ri natija ko'rsatgan, cheklovlar qo'yilgan model esa faqatgina 1,5% holatdagina demak cheklovlarni buzib o'tib, nimadir buzishga harakat qilgan. Juda ham kuchli model, juda ko'p zaifliklarni topadi, lekin bu model omma uchun yopiq. Bu modelda siz qatnashish uchun mana bu demak kompaniyani, OpenAI kompaniyasining maxsus Daybreak degan dasturi bor. Bu dasturga qo'shilishingiz kerak. Bu dasturga qo'shilish uchun siz aynan kiberxavfsizlik sohasidagi mutaxassis va shu sohadagi kompaniya bo'lishingiz kerak va aynan nima uchun bu modeldan foydalanasiz? Nimaga? Chunki bu modellar juda ham kuchli, haqiqatan saytlarni yoki turli xil internetdagi tizimlarga kiber hujum qila oladi, ularni buza oladi, u yerdagi zaifliklarni topa oladi. Sizni vazifangiz agar shu bo'lsa, haqiqatan ham deylik, misol uchun siz turli kompaniyalarga demak pulni olib zaifligini topib berasiz. Mana shunaqangi biznesda faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, sizga dostуп beriladi, lekin uning uchun bir dunyo hujjatlarni to'ldirishingiz kerak, ularni tekshiruvdan o'tganingizdan keyingina. Ikkinchi yangilik bu yerda yana bitta narsa, bu Cyber 5.6 modeli juda ham qimmat ekan. Hozir men qaradim, chiqish tokeni $75. Solishtirish uchun yuqoriroqda biz aytgandik, Gemini'niki $375 degandik. Yoki bo'lmasam top modellari, o'sha Fable'ning top modellari $25 adashmasam, bu $75. Ya'ni hujum qilish juda ham qimmat. Shuni ham bilinglar. Ikkinchi katta yangilik, GPT 5.6 ultra fast degan rejimni taqdim qildi. Ultra fast degani model juda ham katta tezlikda javob qaytaradi, lekin odatda kuchli modellar sekin javob qaytaradi. Bu yerda nima qilishgan? Kuchli model tez javob qaytaradigan qilishgan, 14 barobar tezroq, demak boshqa modellarga nisbatan savollarga javob berar ekan. Sekundiga mana 750 ta token deyapti. Bu juda ham tez. Ya'ni 1 sekundda 750 ta token degani taxminan 500-600 so'z yoza oladi 1 sekundda. Odatda modellar bunchalik tez ishlamaydi. 140-220 token sekund ishlaydi. Agar ochiq vaznli modellar bo'lsa, undan ham sekin, odatda 20 ta token, 50 ta token yoza oladi 1 sekundda. Bu esa 1 sekundda 750 ta token demak chiqara olar ekan. 7-yangilik. OpenAIning Computer History funksiyasi ChatGPT xotirasini boyitadi. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? ChatGPTda endi dasturning ichida Computer History degan funksiya qo'shildi. Agar siz bu funksiyani yoqsangiz, ChatGPTdan foydalanganingizda kompyuterdagi barcha qilayotgan harakatlaringizni yozib oladi. Xavfsizlik tomonidan juda xavfli. Tushundingizmi nima deganim? Ya'ni bu funksiya yoqib turganda siz kompyuterdan foydalanganingizda qaysi klaviaturani bosdingiz, qaysi dasturga kirdingiz, nimani ochdingiz, nimani ko'rdingiz, hammasini saqlab boradi. Nima uchun? Aslida endi bu yerda maqsad
sizga 100% moslashish uchun siz qanday ishlaysiz, o'zi nima vazifalar bajarasiz, kun davomida nimalar qilasiz. Masalan, tasavvur qiling, siz bitta hisobotni ustida ishlayapsizda va bu hisobotni qilish uchun o'zingizni kasbingizda kun davomida turli xil vazifalarni bajarasiz. Turli saytlarga kirib chiqishingiz mumkin, turli dasturlarni ochishingiz mumkin, nimadir hisob-kitoblar qilasiz, Wordni ochasiz, Excelni ochasiz, kirib masalan Googledan qaysidir saytga kirasiz, nimadir tugmalarni bosasiz. Mana shularni hammasini ChatGPT saqlab boradi va mana shular asosida model o'qitilib, yana ham sizga moslashib boradi. Aslida sizga zo'r narsa va'da qilinyapti bunday olib qaraganda, lekin bu juda ham xavfli va OpenAI o'zi ham aytayaptiki, agar juda ham bir nima deydi, nozik ishlarni bajarayotgan bo'lsangiz, masalan deylik bank kartasi orqali pul o'tkazmoqchisiz yoki qandaydir shaxsiy ma'lumotlarni kiritmoqchisiz, mana shunday holatlarda bu funksiyani o'chirib qo'ying deyapti. Agar bu ma'lumotlar ham ChatGPT tomonidan o'qib olinishini xohlamasangiz. Demak, bu hozir bor, ChatGPT ochsangiz bu funksiya bor, bu funksiyani yoqish kerak, qo'lda yoqish kerak, yoqqandan keyin ishlaydi, lekin kirsangiz, yoqqaningizdan keyin men skrinshotlarni ko'rdim, bir ikkita butun kompyuterdagi hamma bo'layotgan jarayonlarni saqlab boradi. Faqatgina Mac uchun hozircha. 8-yangilik, ChatGPTda reklamalar sinovdan o'tkazilmoqda. Fevral oyida adashmasam ChatGPT sekinchalik kelajakda demak chat ichida reklamalar chiqadi degan edi. Mana shu reklamalar endi chiqishni boshlabdi. Bu asosan bepul va arzon Go degan obunasi bor. Bu oyiga adashmasam yo $6 yo $8 davlatdan davlatga qarab o'zgaradi. Mana shu ikkita versiyalar orasida hozircha faqatgina ma'lum bir davlatlarda, mana Britaniya, Meksika, Braziliya, Yaponiya, Janubiy Koreya va hokazo davlatlarda reklamalar tekshirilyapti va demak OpenAI va'da qilyapti, bu reklamalar imkon qadar sizni demak ChatGPTdan foydalanishingizga xalaqit bermaydi. Reklamalar demak ajratib ko'rsatiladi, bu reklama deb aytiladi sizga va sizni qilayotgan vazifangizga mos bo'ladi. Ya'ni siz masalan ChatGPTni ochib qandaydir deylik biror bir manzillar haqida, biror bir sayohat haqida so'rasangiz, faqat shunga oid reklamalar ko'rsatiladi. Ortiqcha boshqa reklamalar ko'rsatilmaydi deb va'da qilinyapti. Ko'ramiz. Hali O'zbekistonda reklama chiqqani yo'q. Chiqqanda ko'ramiz, qay ko'rinishda bo'ladi. Lekin bizneslar uchun bu bir yaxshi imkoniyat, chunki odamlar borgan sari sun'iy ko'p foydalanishyapti va biznesning orasida masalan agar siz uchun bitta reklama uchun yana qo'shimcha kanal bo'lsa, bu yomon emas. Hozir ko'pchilik reklamalarni Instagramda qiladi, Telegramda qiladi. Endi ChatGPTda ham reklama yoqish imkoniyati paydo bo'ladi. 9-yangilik bu o'zimizning O'zbekistonda bo'lgan voqea. Navoiyda sun'iy intellekt orqali obodonlashtirilgan mahalla uchun hokimlik uzr so'radi. Demak, Navoiydagi demak qaysi Hayot mahalla fuqarolar yig'ini mahallada demak tozalash tadbirlarini o'tkazishgan, obodonlashtirish tadbirlarini o'tkazishgan, lekin natijalarni, ya'ni obodonlashtirish natijasini ko'rsatishda haqiqiy rasmlarni olib turib, sun'iy intellekt yordamida bu rasmlarni yanada chiroyli qilishgan. Va buni keyin foydalanuvchilar sezib qolgan, ko'rib qolishgan. Bu demak kunuzga ham chiqib ketdi. Barcha deyarli yangiliklarda e'lon qilgandan keyin mana shu Navoiy shahri hokimi chiqib bu narsa haqida demak birinchidan uzr so'radi, ikkinchidan aslida bu obodonlashtirish haqiqatdan ham qilingan edi. Lekin haligi rasmlarni sal ozgina oyoq-oyog'ini to'g'irlash uchun biz qildik deyildi-ku. Endi qanchalik o'zi haqiqatga yaqin bo'lganini endi bilmaymiz bu rasmlar va qandaydir bir dasturchini yoki mana shu media bo'limining xodimini aybdor qilib, unga qandaydir hayfsan e'lon qilib qo'yishdi. Ko'ramiz endi, borgan sari ko'z bo'yamachilikda ham sun'iy intellekt keng ishlatilsa ajab emas. 10-yangilik, Anthropic sun'iy intellekt yaratgan matnlarga suv belgisi qo'yadi. Ya'ni suv belgisi deganda bu yashirin belgilar, aynan mana shu matn sun'iy intellekt tomonidan generatsiya qilinganini bildiruvchi maxsus belgilar. Bu belgilar qay ko'rinishda bo'lishini men ertaga kech kanalida batafsil video tayyorladim. Kirib ko'ringlar. Juda ham ajoyib algoritm qilingan. Matnga hech qanday o'zgartirishlar kiritilmaydi. Matnda siz mana shunday belgilar qo'yilganini bilmaysiz. Bu belgilar qandaydir maxsus belgilar emas. Mana shu matnni o'zi sun'iy intellekt yordamida yaratilganini, mana shu matndagi so'zlarning kombinatsiyasidan boshqa hattoki sun'iy intellekt dasturlar ham bila oladigan yechim qilishgan. Yana qaytaraman, kanalda bu haqida batafsil video qildim. Kirib o'sha yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda buni qilinishiga sabab bugungi kunda Yevropa ittifoqida maxsus o'sha sun'iy intellekt akti chiqqan va bu aktga demak bu aktga ko'ra har qanday sun'iy intellekt yordamida yaratilgan matn bo'ladimi, rasm bo'ladimi, kod bo'ladimi, markirovka qo'yilishi shart. Sun'iy intellekt yordamida yaratilganini ko'rsatish shart, isbotlash shart.
Shuning uchun ham mana shu ahdga javob berish uchun Anthropic kompaniyasi mana shunday qildi. Bu hafta uchun yangiliklarimiz shu. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Agar yangiliklar siz uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Kelgusida ko'rishguncha rahmat.